Ushbu videoda jamiyatimizning eng og'riqli nuqtalaridan biri Maminkin sinok mavzusiga yechimlar, javoblar topasiz, ularning turlari, qayerdan kelib chiqishi va siz agarda ayol kishi bo'lsangiz qanday qilib Maminkin sinok o'stirib qo'ymaslikni oldini olish. Agarda erkak bo'lsangiz bu vaziyatdan qanaqa qilib chiqish va Maminkin sinokning ayoli bo'lsangiz nima qilasiz? Hammasiga javob topasiz. Sinalgan javob tabiiyki. Videoni oxirigacha ko'ring, tabiiyki manfaatli bo'ladi o'zingiz yoki mana shu darddan qiynalayotgan yaqinlaringiz uchun. Ketdi. Maminkin sinok o'zi qayerdan paydo bo'ladi va bu tushuncha qay darajada o'zini oqlaydi? Nima degani u Maminkin sinok? Maminkin sinok onani maksimal tarzda ilohiylashtirib va dunyodagi asosiy prioritet va asosiy maqsad faqat onani poyiga o'lja olib kelish, onani rozi qilish, onani ilohiylashtirish, hattoki ota u darajada emas va ayol keyingi o'sha o'zi qurgan oilasi, farzandlarini ham tarbiyasi, ayolini ham o'sha qadrlash, bular ham hammasi onadan keyin turadi, kerak bo'lsa ancha keyin turishi va ona nima desa u haq, ya'ni tanqidiy fikrlash bilan ham onaga qaramaslik, onaga salkam xudodek qarash bo'lgan, mana shunaqa qarashlari bo'lgan erkak kishini va boshqacha qilib aytganda agarda o'sha erkak uylangan bo'lsa, sevgi uchburchagini sal boshqacharoq turi. Ya'ni bu ham sevgi uchburchagi, chunki o'sha ona bilan oralarida emotsional bog'liqlik ham bo'ladi va psixologiya tilida psixologik turmush deydi buni. Tabiiyki u yerda qalban bir-biriga shunaqa miya bilan ham shunaqa bog'liqlik borki, bola o'ylaydi men bunga qarzdorman, ona esa bo'shliqini bolasi orqali to'ldiradi va kelgan ayol mana shu uchburchak to'riga kirib qoladida, qanday chiqishni bilmaydi, nima qilishni bilmaydi. Erkak o'zim to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi, narigi ona esa u ham qanday ham yashar edim deb o'ylaydi. Bu ayol esa qanday qilib bu vaziyatdan endi yechim topaman deb qiynaladi. Sevgi uchburchagidanda Maminkin sinok asosan SNG, mana shu postsovetskiy davlatlar, musulmon davlatlar, mana shu O'rta Osiyo davlatlari butun mana shu jamiyatlarga tekkan bir kasallik desa ham bo'ladi. Maminkin sinok nimaga bu больная tema va buni kasallik deyapman? Bu juda katta fojia aslida. Qarang, onam menda ham bor. Onamni men juda yaxshi ko'raman. Onamga men minnatdorman. Onamga hozir spesialniy kartochka berib qo'yibman. Meni nomimdagi va har doim pul tushib turadi. Onam o'sha pullarni ishlatib, maza qilib yashaydilar. Ayolim telefon qilib turadi. Men onamnikiga, onam menikiga keladilar. Mana shunaqa yashaymiz. Ammo bitta narsa bor, men ular meni o'stirib katta qilganlari, mana shu dunyoga olib kelganlari uchun ulardan minnatdorman. Lekin bu degani men o'zimni shaxsiy fikrim bo'lmasligi kerak. Men onaga ko'r-ko'rona hamma hayotimni topshirib qo'yishim kerak va butun meni maqsadim ana shu onani xohishlarini bajo keltirib faqat uni rozi qilishga intilishim kerak va meni hayotimni kerak bo'lsa ona hal qilishi kerak degani emas, chunki men separatsiya bo'lgan, kindigi uzilgan mustaqil shaxsman. Tabiatan agar mana dinni qurol qilib olishadi bunaqa paytda dinimizda deb, din bo'yicha ham hattoki shunaqa joyi bor. Insonlar farzandlaringni o'z iniga jo'nat degan. Qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, ular mustaqil o'z hayotlarini dalshi yashashlari kerak. O'zini miyasi, o'zini qalbi, o'zini qarorlari bilan, o'zini tanlovlari bilan. Maminkin sinokda esa bunaqa tanlov baribir onasiga borib taqaladi, uni daromadini onasi nazorat qiladi, hayotini, ayolini, ayoldan bo'lgan farzandlarini, ya'ni o'sha Maminkin sinokning farzandlari, ularning ismlari, xullas toki tirik ekan o'sha ona, umri uzoq bo'lsin, lekin u ona butun bularni nazorat qilishga va o'sha o'g'lini qizg'onib, xullas mana bunaqa kasha qilishga o'zi bilmagan holda mana shunaqa harakat qiladi va o'g'il esa afsuski ko'r-ko'rona o'sha onani ilohiylashtirib, uni poyiga borini tikishga harakat qiladi. Chunki sababi oddiy.
Bizni mana shu men aytgan yuqoridagi jamiyatlarda ayol kishi bilan erkak kishini munosabatida, birinchi navbatda o'sha ona va uning erini munosabatida har doim aksariyat 90% munosabatda muammo bo'lgan. Ya'ni muammo qayerdan kelib chiqadi? Ayol bosqilanishi kerak, ayol uyda o'tirishi kerak, ayolni shaxsi, ayolni kasbi, ayolni oiladan tashqari ma'nosi, maqsadi bo'lmasligi kerak. Erkak ko'chaniki, erkak o'lja olib kelish kerak, ayolniki tug'ish, uyda o'tirish. Tabiiyki bunaqa oilada disbalans bo'ladi, bu ayol shaxsini yo'qotadi. Bu erkakni shaxsi, erkinligi, hamma narsa o'zini qo'lida qoladi. Tabiiyki munosabatni oilasida ham ko'rmagan, bunaqa nima deydi, sog'lom munosabatni afsuski ota-onasida ham muammolar bo'lgan, bu yigitlar bilan bir gaplashib ko'rmagan, erkak psixologiyasini o'rganmagan va o'z erkini mana shu erkakka topshirgan va qadrsizlanib buning natijasida qadrsizlanib qolgan ayol xiyonatlar ko'rishni boshlaydi. Mana bu erkak tomonidan bosimlar boshlanadi. Senga nima yetmayapti, boshqa. Borib bu erkak befarq bo'lib qoladi bu shaxsini yo'qotgandan keyin va bu erkak endi buni o'sha nima deydi, to'ydan oldin alpomish keladi. Cristiano Ronaldo'ni ukasi keladi. Juda boy yashaymiz, juda baxtli yashaymiz, sevilib yashayman deb umid qilgan, ammo teskarisi bo'lib chiqqan mana bu ayol va qiz keyin nima qilishini bilmaydi-da, qanday erkak bilan kelishishni bilmaydi, uni o'ziga sevdirishni bilmaydi, nima qilib yashashni bilmaydi-da, oson yo'li o'zini tishi o'tadigan, o'zi tuqqan farzandi bo'ladi. Butun e'tibor, emotsiya ana shu bo'shliqlarni o'rnini farzandga tikishni boshlaydi. Bu yerda keladi jamiyatimizda yurib turgan frazalardan, dejurni deydi-ku, navbatchi frazalardan, san onangni rozi qilishing kerak. Avval onangni, keyin onangni. San meni bo'yningda olib yurib Ka'bani 85 ming marta aylantirsang ham meni qarzingni uza olmaysan va bunaqa manipulyativniy qarashlar va bolaga singdirilgan mana bunaqa yuklar, bu esa yuk. Bolani, mana shu onani, demak butun umr meni ishim shu onani poyiga roziligini olish uchun yoki rozi qilish uchun hamma narsaga tayyor bo'lishim kerak. Keyingi dunyom obod bo'lish uchun deydi-da, shunaqa sehrlangan mankurtga o'xshab tarbiyalanadi. Vaholanki nega bu cho'pchak va bunaqa qilish kerak emas deyapman. Aslida sog'lom va baxtli ona hech qachon farzandini miyasiga meni rozi qilishing kerak, seni missiyang shu deb tiqmaydi, ishoning. Sog'lom fikrli va erkagi bilan munosabati mustahkam bo'lgan, sevib yashayotgan onaga bu kerak ham emas. U aytadi, tinchgina bolangni muammosi, o'zingni muammong, alohida yasha. Biz otang bilan mazza qilib, sayohatlar, ibodatlar qilib, bir-birimizdan zavqlanib yashaymiz deydi. Ishoning. Erkak bilan munosabat qura olmagandan keyin bizni jamiyatda esa ayollar asosan uy bekasi, uyda o'tiradi, ilmsizligicha qoladi va erkak tarafdan bosim, zo'ravonlik, xiyonat va hokazo munosabatlar dars ketadi. Mentalitet deb nomlangan mana shu serialni yangi qismi ishlanadi. Asrlar o'sha bo'layotgan bir xil ssenariy. Qarang atrofga, onangiz, buvingiz, To'xtajon xolangiz, Soporgul ammangiz, Oymonjon buvingiz, hammasiga qarang, qo'shningiz bo'lganda. Xullas, hammasini hayoti bir xil ssenariy, chunki biz bir xil yashaymiz. Qiz bola egasiga keladi, ega kuchukda bo'ladi, u ham Xatikoga o'xshab egasiga kelganidan keyin uni qadrlamay qo'yishadi, chunki qadrlashadi shaxsni, Nigorani, o'sha kellar qo'zg'onidagi kuchukni qo'pol qilib aytaman, uni qadrlashmaydi. Natijada bu ayol keyin bolaga nima qiladi? Nega o'g'ilga, nega mamina dochka? Agarda qizlari ham bo'lsa, o'sha biladiki, qizlar asosan turmushga chiqib ketadi. Qizlar birovniki, menda qoladigan va menga qaytaradigan inson bu erkak, mana bu o'g'il. Shunga tikadi-da, u bor sarmoyasini, o'sha manipulyatsiyalarini. Agar o'g'il bo'lmasa, qizlarni mamina dochka qiladi. Bu ham bor. Xullas, sen menga qarzdorsan. Agar otang bilan men chaqirib qolsak, sen avval meni oldimga kel, yana kel. Keyin 3 marta chaqirganda meni oldimga kelasan, ana keyin otangni oldiga borsang bo'ladi. Bu diskriminatsiyaga qarang. Ya'ni otani rolini pasaytirish, к сожалению, baxtsiz ona. U ota 3-marta borganda to'kirib o'lib qolgan bo'lsa-chi, yordam so'rayotgan bo'lsa. Endi
Mana shu baxtsiz ona keyin farzandiga tikadi bor baxtini. Farzandi ham bolalikdan singdirilgan dastur bo'yicha yashashni boshlaydi. Katta bo'lgandan keyin ko'r-ko'rona onasini etagini afsuski qo'yib yubormaydi. Bu narsa bizni jamiyatda faqat juda ko'p rivojlangan, yana bu aytaman, musulmon jamiyatda yoki bo'lmasa mana shu SNG davlatlarida, Osiyo davlat, mana shu O'rta Osiyo, mana shu davlatlarda juda rivojlangan, chet elda g'arbda bu unchalik rivojlanmagan. Kerak bo'lsa, почти deyarli yo'q. Maminkin sinok degan tushuncha bor, lekin juda kam. Bizda 90%, 80% как minimum. A u yerda 10% bordir maksimum. Nega? Chunki birinchi navbatda u yerda ayollar shaxs, uni shaxsi o'zligi o'zida qoladi va ular ota-onasidan separatsiya bo'ladi, erkak bilan baxtli yashashadi, erkak bilan avvalo munosabat to'g'ri quradi va farzandlarini qanot ochib uchib ketishi va separatsiya bo'lishiga tayyor bo'lishadi. Shuning uchun ham asosiy qadriyat bolam, san baxtli bo'lsang, men baxtli bo'laman, san sog'lom bo'lsang, men xotirjam bo'laman va o'z hayotingni qur deb qaraydi. Chunki munosabatni u bolasi bilan emas, turmushni erkak bilan qurish kerak. Chet elda uni erkak bilan qurishadi. Qo'lishlashib yurishadi-ku, bizda buni ko'rmaysiz. Bizda buni to'g'ri kelmaydi. Bizni millatda bu or-nomusdek, or-nomus emas. U uyda ham shunaqa. Erkak bir burchakda, ayol oldiga kelsa, "Ey, bor nariroq o'tir" deydi. Ladna ko'chada, uyda ham xuddi shunaqa. U ko'chada qo'lishlashib yurmagani yetmagandek. Chet elda uyda ham bir-birini qadrlashadi va bolalar ketgandan keyin bir-biriga suyanib yashashadi. Tushunyapsizmi? Ota, ona bir-birini munosabati bardak bo'lib yotganidan keyin u mehrni bola bilan tuzishni boshlaydi. Mana qayerdan keladi? O'sha savol, otangni yaxshi ko'rasanmi, onangnimi degan mana bu ahmoqona savol ham bizni jamiyatni o'ylab topgan savoli. Psixologik nuqtai nazardan bola tug'ilganidan keyin ota iflos, ota bir ko'rnamak, mana bu ona esa mani tam farishtam, xudoyim deb qaramaydi. U ikkalasini bir xil ko'radi. Otani otaligi supergiroy himoyachim deb qaraydi, onani mani mehr beruvchi, mana bu mani suyukli, mani tuqqan odam. Va ularga bir xil darajada qaraydi. Ammo biz ularga otani o'rnini pasaytirishni o'rgatamiz, onani ilohiylashtirishni va aytamiz, onangni yaxshi ko'rasanmi, otangnimi? Farzand qaraydi. Ularni kimnidir kam, kimnidir ko'p yaxshi ko'rsa bo'ladimi deb qaraydi-da. U shokda. Keyin tushuna boshlaydi, qarasa onani ko'proq yaxshi ko'rish kerak, ota esa qanaqadir maxluq va onamni baxtsiz qilayotgan erkak ekan deb. Sog'lom fikrli ayol va baxtli ona hech qachon otani rolini pasaytirmaydi, o'zini baxtsizligida esa farzandlarni aralashtirmaydi. Mana qayerdan keladi Maminkin sinok. Maminkin sinokni turlari. Maminkin sinokni ikkita turi bor. Katta bo'lganidan keyin Maminkin sinokni shunaqa turlari bor. Birinchisi, bu ona moliyaviy tarafdan maksimalna mana shu farzandiga yordam beradi, maksimalni unga sarmoya qiladi. Katta bo'lsa ham, может, mashinasiga, может, o'qishga olib kirib qo'yadi. Ishga surishtirib, joylashtirib qo'yadi. Pulim yo'q edi, ona desa, ona pul berib turadi. Mana o'g'lim, men borman-ku, mana o'g'lim. Moliyaviy taraf shunaqa u manipulyatsiyaki, moliyaviy kim vkladываться qilsa, uni oldida tili qisiq bo'lasan. O'sha inson sen uchun giroy bo'ladi, o'sha inson seni boshlig'ing bo'ladi va xudoying bo'ladi, o'sha inson seni barmog'ida aylantiradi toki u pul tikayotgan ekan. Shu bogataya женщина odatda bunaqa ayollarni yoki erkagi bo'lmaydi, yoki ajrashgan bo'lishadi, pul tikib boshlaydi, keyin pul topadi, u topmaydi emas o'sha ayol. Yoki o'sha uyda uni erini o'rni bo'lmaydi. Pulni ayol topadi va pulni farzandiga tika boshlaydi toki u uylangandan keyin ham tikib yuradi. Va bunaqa o'g'il bola tabiiyki Maminkin sinok bo'ladi, chunki o'sha mama uni любой payti решала. Vaziyatdan chiqazib beradi, ko'chada kimdir urib qo'ysa, onasi kesadi, o'sha joyida tanish bilish qiladi, ona himoyachi, ona maksimalni uni qutqaruvchi, ona решала. Tushunyapsizmi? Bunaqa Maminkin sinoklar moliyaviy tarafdan qaram bo'lganligi uchun ham mana shu onaga ilohiy shunaqa qaraydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qayerda
pul kim beradigan va pul oltinni kim qazib olib keladigan bo'lsa, o'shani gapi gap bo'ladi. Mana bu yerda moliyaviy bog'lanish bo'ladi va mana shu onani u ilohiylashtiradi. Mani hayotimdagi eng muhim insonim. Bu insonga til tekkizmayman hech tarafdan, chunki uni tagida esa aslida onani unga podдержкасы yotgan bo'ladi-da, mana bu sarmoyasi. Ikkinchi turi juda dahshatli. Bu жертва ona, ya'ni yuqorida aytgan baxtsiz ona u farzandiga nima tiqadi? Sen ikki dunyoing obod bo'lmaydi agar meni rozi qilmasang. Sen endi butun maqsading, ma'noying men bo'lishim kerak. Mana meni dadang umrimni xazon qildi. Mana men baxtsizman, sizlar uchun yashadim, sizlar uchun chidadim. Aslida u ayol bolalar uchun chidagan bo'lmaydi. Uni o'zini qo'rquvlari bo'ladi. O'zini jamiyatni fikri bo'ladi. O'zi qaror qabul qila olmaganligi uchun o'sha payt chidagan bo'ladi. Bolalar uchun emas. Uni bolalarga shunaqa ko'rsatiladi, чтобы meni qadrlasin, ilohiylashtirsin, butun umr meni desin deb. Bu juda yomon xudbinlik. Xullas, u emotsional bog'laydi. Ya'ni bolani miyasiga shunaqa tiqadiki, men butun umr sizlarni deb o'zimni qurbon qildim. Bu yog'iga men toki tirik ekanman, endi sizlar men uchun o'zlaringizni qurbon qilasizlar, qarzlaringizni qaytarasizlar va vaholanki u qarzni chegarasi yo'q. Mana unaqa yo'qki, masalan 5 yil, 10 yil hamma narsa qilding, keyin bolam qarzingdan qutulding. Rahmat, mingdan ming roziman. Davay hayotingda yasha. Unaqa bo'lmaydi hech qachon. U qarzni chegarasi yo'q. Xullas, sen qarzdorsan, butun umr qaytarishing kerak va bu tosh solingan ryukzakni osgan bola yigit keyin uylanganidan keyin ham ayoliga aytadi, xotin topilaveradi, ona topilmaydi. Onam nima desa shu, onamni aytganini qilasan, onam rozi, Xudo rozi. O'sha kelinlar qo'zg'onida bizga singdirishgan-ku Said Ahmad Nasarida. Bular hammasi aslida afsuski baxtsiz onaning manipulyatsiyalari va o'z bo'shlig'ini farzandi orqali to'ldirishga harakat qilishidir. Bilasizmi, ikkinchi toifa Maminkin sinok juda qo'rqinchli. Chunki u o'ylaydi, agar onamni rozi qilmasam, onamni haqiqatmi, nohaqmi, любой narsasiga xo'p bo'ladi demasam, men ikki dunyoim obod bo'lmaydi, Xudoning oldida gunohkor bo'laman va meni xullas jamiyat ham boshqa ham bunaqa emas. Ona inson. U avliyo emas. U bizni tug'di. Ularga katta rahmat, lekin ona ham nohaq bo'lishi mumkin. Tanqidiy fikrlash onaga nisbatan ham bo'lishi kerak. Agarda ona aytayotgan bo'lsa, juda ko'p hollarda ko'rgan bo'lsangiz, bizni jamiyatda ajrimlar onani deb bo'ladi. Hattoki erkak o'zini sevgan ayoli, sevgan, o'zini yaxshi ko'rgan zurriyotlardan kechadi o'sha ona uchun. O'ylaydiki, ona agarda aytayotgan, yo meni tanla, yo buni tanla deyotgan bo'lsa, erkakda chora qolmaydi, nima qilishni bilmaydi, oxir-oqibat onani tanlaydi. O'sha ilohiylashtirganligi uchun o'ylaydiki, men to'g'ri ish qildim, mana endi jamiyat uchun namunaman. Men juda to'g'ri ish qildim deb o'ylaydi. Ichi kuyib yotsa ham, ayolini sevsa ham, farzandlarini yaxshi ko'rsa ham, keyin boshqasiga uylanadi. 10 tasini almashtiraversin. O'sha qaynona baribir qizg'onadi, baribir Matgirayina imperator bo'lishga harakat qiladi, baribir u yerda baxtsizlik bo'ladi va muammo yechilmaydi. Nega yechilmaydi? Chunki o'sha onani nohaq qilayotgan, berayotgan tanlovini erkak sog'lom fikrli bo'lsa, u sezishi kerak edi. U aytishi kerak edi, "Oyijon, men sizdan kechmayapman, lekin men mana bu ayolimdan ham kechmoqchi emasman. Uni sevaman. Farzandlarimni yaxshi ko'raman. Men zurriyotimni ko'chaga uloqtirib, mana bu nikohimdagi g'amda tashvishda turishim kerak bo'lgan ayolni ko'chaga uloqtirib, sizni rozi qilishim mumkin, lekin men Allohni rozi qila olarmidim shunaqa qilib? Nahot bu jamiyat, nahot bu Allohni mana shunaqa qonunlari shunaqa nespravedli va nohaq ishlasa deya oladi. Tushunyapsizmi? Tepada esa ona nohaqligini bu o'lchovi bor buni. Biz ko'rmasligimiz mumkin, ko'rani, lekin tepadan nahot prosto tuqqan bo'lganligi uchun u ona bolalarni yetim qilishi mumkin, ajratib yuborishi mumkin, o'z farzandini baxtsiz qilishga huquqi bor deb o'ylaysiz. Yo'q, u ham inson, u ham adashishi mumkin. U bizni tug'di, butun umr rahmat deymiz, yordam beramiz, mehr ko'rsatamiz, moliyaviy yordam beramiz. Kasali sog'ida yonida turamiz, lekin bizni hayotimizni barmog'ida o'ynashga, bizni baxtsiz qilishga haqqi yo'q. Farzandlarimizni yetim qilishga ham haqqi yo'q. Mana spravедливость qayerda? Mana bu yetuk
miyasi bor erkak buni taroziga solib ko'radi. Onam meni hayotimga aralashmasligi kerak. Mani bu qo'rg'onim, onam sizni yaxshi ko'raman, sizga muruvvat ko'rsataman, lekin o'z qo'rg'onimga aralashishingizga va bularni baxtsiz qilishga men yo'l qo'ymayman deb. Mana bu nimaga qo'rqinchli? Bu mankurtga o'xshaydi. Xuddi sehrlangan robotga o'xshab, onani aytgan, degani. Natijada oilasi ham afsuski baxtsiz, bolalari ham, erkakning o'zi ham, onani o'zi ham hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Nega? Chunki farzandlarni ataylab baxtsiz qilib, inson hech qachon shu paytgacha baxtga erishmagan. Qanday bu vaziyatdan chiqib ketish kerak? Har tarafdan men sizga hozir aytaman. Bu gaplarni qimmat va nima deydi? Hattoki pulli kurslarda ham aytmaydilar. Men sizga besplatno aytaman. Tekin. Ona. Agarda siz ona bo'lsangiz va ayol bo'lsangiz, farzandingiz momenkin sinov bo'lib qolmasligi uchun birinchi qiladigan ishingiz qabul qiling, bu erkak ertaga oilasi bo'ladi. O'sha oila uning uchun ustuvor prioritet bo'lishi mumkin va bu normal holat. Tabiat qonuni bu. Erkakni oilasi bo'ladi, o'sha oilaga bor energiyasi, sarmoyasini sarflaydi. Siz esa g'ururlanib, mana shunaqa o'g'il tarbiya qildim deb, dalshi separatsiya qilib, kindigini uzib yashashga tayyor bo'ling. Что uni hayotida farzandlari, uni hayotida alohida ayoli o'zini, uni hayotida vaqti o'zi alohida shaxs bo'lib, qanot ochib yashashiga haqli va bunga tayyor bo'ling. Bu millat, din, irq tanlamaydi. Jamiki insoniyatga tegishli tabiat qonuni. Agar farzandni separatsiya qilmasak, biz baxtga erisha olmaymiz, o'sha farzand ham. Ikkinchisi, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatga asosiy e'tiboringizni qarating va o'sha munosabatni mustahkamlang. Bolalar bilan munosabat qurishni mustahkamlash emas, turmushda nima erkak bilan mustahkamlay olmay. Siz erkak psixologiyasini o'rganib, unga suyanishni, u sizga suyanishni boshlang. Munosabatda erkak bilan dars ketar ekan orangizda, ishoning, bolalarga suyanishni boshlaysiz, siz ham jodugar demoqchi edim. Siz ham zulmkor qaynona va momenkin sinokni onasiga aylanasiz. Bu juda yomon narsa. Erkak bilan munosabatni quring, хорошо? Uchinchisi, o'zingizni bolalardan, erkakdan tashqari hayotingiz bo'lishi kerak. Sevimli kasbingiz, sayohatingiz, ibodatingiz, qanaqadir poxodga borishingiz, qizlar bilan uchrashuvingiz, siz uyda faqat to'rtta devorni ichida o'tirib o'zingizni aldayotgan bo'lsangiz, meni tabiatan missiyam shu deb yolg'on. Tabiatan missiyangiz faqat tug'ish va uyda o'tirish, erni olib kelganini yeb o'tirish emas. Siz pul toping, ro'zg'orni boqing demoqchi emasman. Tabiatan jinsidan qat'iy nazar, Xudo hammaga jamiyatga foydali bo'lish uchun talant, iste'dod, potensial bergan. O'shani orqasidan qanot ochiladi ayolda, o'shani orqasidan ozgina bo'lsa ham daromad keladi, o'shani orqasidan o'zini tush, lak qalamlariga shaxsiy puli bo'ladi. O'ziga ishonchi bo'ladi, o'zligini tushuna boshlaydi. Jamiyatga foyda bo'ladi, o'shani orqasidan baxtli ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Prosta uy bekasi bo'lib va hech narsa qilmay, meni missiyam boshqa yo'q deb, keyin bolalarga suyanishni boshlaysiz. Chunki sizni er ham qadrlamay qo'yadi bunaqa vaziyat. O'zingizni, olamingiz, shaxsingiz bo'lsin bolalardan tashqari. O'z vaqtingiz ham bo'lsin. Agar ayol bo'lsangiz, ana shu 3 ta narsani qilsangiz, bolalaringiz momenkin sinov bo'lib qolmaydi va bolalar bizga va sizga qarzdor emas. Buni uni miyasiga tiqmang, bu xudbinlik. Buni gunohi o'zingizda qoladi. Buning uchun farzand gunohkor bo'lmaydi. Ertaga qarzimni nima deydi, o'sha nimadir qila olmasa siz xohlaganingiz, siz gunohkor bo'lasiz agar uni miyasiga bu cho'pchakni tiqsangiz. Bolalar erkin qush. Mehr berganmisiz, ular sizni tashlab qo'ymaydi. Хорошо? Agar siz o'g'ilsiz, ya'ni erkaksiz. Erkaksiz va siz momenkin sinoklikdan chiqmoqchisiz. Sizga gapim. Birinchidan, agar moliyaviy tarafdan onangizga qaram bo'lsangiz, bilingki, ona baribir sizni manipulyatsiya qiladi va momenkin sinok bo'lib yashayverasiz, toki ona moliyaviy sizga yordam berar ekan. Buning uchun siz onadan pul olishni bas qilib, o'zingiz mustaqil, yaxshi yashamasligingiz mumkin boshida, lekin mustaqil, mana shu o'zingiz topib, o'zingiz yeb, o'zingiz mashina olib, mana shu pulni o'zingiz topib harakat qilib,
mana shuni lazzatini sezib ko'rishingiz kerak. O'z-o'zidan onani gapini kuchi kamaya boshlaydi, ona sizni boshqara olmay boshlaydi. Kerak bo'lsa siz onani boshqara boshlaysiz, onaga yordam bera boshlaysiz. Moliyaviy toki qaram ekansiz, ona sizni boshqaraveradi. O'zingiz harakat qilishni boshlang. Agar sizga mana shu mamenkinsinoklikdan chiqish kerak bo'lsa. Chunki bundan chiqish kerak. Bu juda xato. Bu baxtsizlikka to'g'ridan to'g'ri yo'l. Ikkinchisi, agarda emotsional onaga bog'langan bo'lsangiz, bitta narsa aytaman. Erkak kishini bu jamiyatda asosiy prioriteti boshida ota-onasini uyida katta bo'ladi, keyin oila quradi, o'sha oilaga oilani boshpana bilan ta'minlaydi, tam xarajat, nima deydi, o'sha o'lja olib keladi, ularni boqadi va farzandlarini o'stiradi, ularni dostoyni jamiyatga munosib farzand qilib o'stiradi. Va yana u ham eshikni ochadi, farzandlarni mustaqil hayotga jo'natadi. Xuddi shunaqa evolyutsiya davom qiladi. Onani yoki ota-onani rozi qilish yoki butun borlig'ingni maqsading, maksimalniy o'zingni ma'noying ularni shu poyiga bosh qo'yib yashash degan gap bizni jamiyatdan chiqqan narsa, afsuski. Nega? Chunki bizda ota-onalar baxtsiz, ularni boshqa ma'nosi yo'q. Agarda emotsional bog'liq bo'lsangiz, bilingki, siz o'sha onani butun umr rozi qilishingiz kerak degan narsa yo'q. Bunaqa tushuncha yo'q. Bu baxtsiz onaning sizga miyangizga tiqqan afsuski manipulyatsiyasi. Ishoning menga. Onaga muruvvat ko'rsatib, onaga mehr ko'rsatish kerak, обязательно. Lekin o'z oilang va o'z farzandlaring prioritet bo'lishi kerak erkak kishi uchun va o'sha joydan turib, onangni oldiga kelib, onangni hurmat qilib, onangga yordam berib, mana shunaqa qilsa bo'ladi. Lekin onani aslida o'z erkagi va o'zini hayoti bor. Agar keksa, qanaqadir oyoqda turmay bunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, tabiiyki biz ularni tashlab qo'ymaymiz. O'zimiz bilan yashaydi yoki o'sha nyanka qo'yamiz, o'zimiz ham yordam beramiz oxirgi manzilga munosib jo'natish uchun. Sizga bu og'ir yukni qo'ygan ona, ya'ni meni rozi qilishing kerak, mamenkinsinok, o'sha bog'lagan ona, afsuski buni xudbinlarcha o'zini ichida bo'shliq va baxtsiz bo'lganligi uchun qilgan. Tushunyapsizmi? Bu narsa yoki dinda yoki shunaqa yashash kerak yoki bu tabiat qonuni bo'lganligi uchun emas. Sog'lom, fikrli, yetuk va qalbi bo'shliq emas. O'zi munosabati joyida eri bilan ona, mana bu joyda yetuk ona hech qachon bolasini mamenkinsinok bo'lishga harakat qilmaydi. Chunki bu bola avvalo bundan juda aziyat chekadi. Shuning uchun asta uzilib, asosiy prioritet oilangiz, ayolingizga bog'lab o'sha joydan onangizga muruvvat ko'rsatishni boshlasangiz, buni o'zi yetarli. Ishoning, ikki dunyoyingiz obod bo'lish uchun yetarli. Точно. Дальше. Agar siz ayol bo'lsangiz, mamenkinsinokni. Tabiiyki, moliyaviy agarda boya aytganimdek, agarda nima qilishingiz kerak? Moliyaviy tarafdan o'sha ona sizlarni yordam berayotgan bo'lsa yoki onani uyi, onani mashinasi, onani xullas o'sha onani narsalari bo'lsa, bu yerda o'sha erkak nima qilishni bilmaydi, onam hal qiladi, onam bilan ishit qilasan, boshqa. Bu yerda uyni ham onaga topshirish kerak, kuch topib, uni uyi bo'ladigan bo'lsa, mashinani ham onaga berish kerak. Oyijon, o'zimiz harakat qilib ko'rmoqchimiz. Chet elga ketasizmi, o'zingiz alohida snimat qilasizmi? Moliyaviy qaram bo'lishda davom qilar ekansiz, siz ham moliyaviy onasiga qaram erkakni ayoli bo'lar ekansiz, siz ham bunga sherik bo'lasiz va erkak uchun ilohi bo'lgan inson siz uchun ham ilohiy bo'ladi, samo saboy, chunki uni rizqi o'sha onani berayotgan siz ham yeyapsiz. Tabiiyki, mamenkinsinoklikdan chiqmaydi. Borib sekin-sekin agarda o'sha erkakka alohida chiqaylik, alohida uyni o'zimiz snimat qilaylik, o'zimiz harakat qilaylik deb boshlasangiz va o'sha erkak sizni sevsa avvalo va bunga harakat qila boshlaydi. Ishoning, moliyaviy o'zi oyoqqa tura boshlagan erkak tabiatan avtomatim o'zi tabiiy ravishda onasidan uzilib ketadi. Agar u o'sha onasiga moliyaviy qaram bo'lgan mamenkinsinok bo'lsa. Хорошо? Ikkinchi toifa, onasiga emotsional qaram bo'lgan erkak. Bu juda qiyin masala. Bu yerda yagona yechim, agarda o'sha o'zini ayolini onasidan-da ko'proq sevishni boshlasa, qadrlashni boshlasa, o'sha haqiqatdan ayolini sevadigan bo'lsa,
tabiiy ravishda onasidan uzila boshlaydi, onasiga chegara qo'ya boshlaydi. Oyijon o'zimiz hal qilamiz, himoya qila boshlaydi ayolini va sekin-sekin onasini o'zi shak-nazat qila boshlaydi. Endi bu yog'iga kuchim yetmaydi deb. Ya'ni bilasizku, bizda sevib qoldim, shunga uylanaman desa, ona aytadi, "Olib bermayman, u shallaqi qanaqadir suyuqoyoq seni boshingni aylantirib yuribdi" deb o'ylaydi. Bunaqa emas, prosta ona biladi. O'sha ayolni sevsa, bu onani gapi o'tmay boshlaydi. Maminkin sinov uzila boshlaydi, uni kindigi uzila boshlaydi. Ona buni xohlamaydi tabiiyki, chunki u bo'shliqni o'rnini to'ldirish kerak-ku. Tabiiyki xohlamaydi-da, keyin bunga qarshi bo'ladi. Uni olmaysan, men aytganini olasan deb. Kenja o'g'limga sandaqa kelin olaman deb hech ham o'ylamagandim deydi-ku Nigoraga. Nigorani esa o'sha kenja o'g'li o'zi topgan, sevgan. Shuning uchun ham Nigorani o'zi mana shu maminkin sinoklarni hammasini alohida chiqaradi va bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Said Ahmad o'zini Kelinlar qo'zg'oloni asarida safsata yozmaydi hech qachon. Agarda sizni juda sevsa, haqiqatdan qadrlasa, sekin-sekin himoya qilishni boshlaydi. Oyijon, u haqiqatni ko'rishni boshlaydi, uni ko'zi ochila boshlaydi. Chunki faqat onaga emotsional bog'langanlik, uni ko'r ona, faqat onam haq, sen onam rozi qilishing kerak, onam nima desa shu, agar ona bosim qilsa, ona kelin ursa ham, men bilmayman, o'zing aybdorsan, tilingdan topding deb turaveradi. Agar o'rtacharoq sevsa yoki bo'lmasa, prosta mana shu ayolni oddiygina o'rtacha unga simpatiyasi bo'lsa ham, afsuski, onasi yutib chiqadi. Chunki u yerda mana bu bog'liqlik va ikki dunyoyim obod bo'lishi kerak deb singdirilgan mana bu manipulyatsiya yutib chiqadi palibom, afsuski. Agar ayolini qadrlamasa yoki ayoliga befarq bo'lsa, unda urdi xudo. Unda o'sha ayol majbur yoki yashashi kerak yoki ajrashib ketishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham aksariyat bizni ajrimlar afsuski o'sha maminkin sinov deb bo'ladi. Mana buning yechimi. Erkak sizni qadrlashi, erkak sizni sevishini, yo'llarini, ya'ni u shaxsni sevadi avvalo. O'sha erkak psixologiyasini ham o'rganishingiz kerak. Agar erkak sizni haqiqatdan sevsa, yaxshi ko'rsa, tabiiy ravishda onaga baryer qo'yib, onadan uzilishni boshlaydi. Tabiat buni o'zi qilishni boshlaydi. Agar o'rtacha bo'lsa ham, katta ehtimollik bilan o'sha erkak yutqazadi bu battle'da, siz ham. Chunki onaga bo'lgan emotsional bog'liqlik juda kuchli. Agar befarq bo'lsa yoki sizni qadrlamasa, unda afsuski yoki ajrim yoki chidab yashashga to'g'ri keladi, toki o'sha ona hayot ekan. Mana nimaga bizni aksariyat ayollar maminkin sinokdan kuygan. Eng qizig'i o'sha maminkin sinokni o'zi ham baxtsiz, o'sha maminkin sinok qilib qo'ygan onani o'zi ham baxtsiz. Chunki uni ichidagi bo'shliqini u o'ylaydi, farzandlar, nevaralar, boshqalar to'ldiradi deb, hech kim to'ldira olmaydi o'zidan boshqa. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hamma gapni tajribamdan, ilmimdan va mana shu jamiyatni yig'ib olib kelayotgan faktlaridan kelib chiqib gapirdim va gaplarim 100% to'g'ri. Menga obuna bo'lib qo'ying, kanalim rivojlansa, bu menga yana motivatsiya, energiya beradi. Bundan oldingi videolarimni ham ko'ring, chunki ular juda ham qiziqarli, manfaatli. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.